Assalomu alaykum ada. Men keldim. O'zim bilan ovora bo'lib, siz oldingizga kelmaganimga ham ancha bo'ldi. Sizni sog'indim. Ada, bugun sizdan kechirim so'ramoqchiman. Afsuslanadigan narsalarim juda ko'p. Bilasizmi nega? Yaxshi ko'rgan yeguligingizni olib, siz oldingizga tez-tez bormaganimga. Sizni quchoqlab, ada, sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ham borsiz demaganimga. Rosa afsuslanaman. Esizdami? Telefon qilardingiz. Qizim, yaxshimisan? Oilang tinchmi? Tinch bo'lsang bo'ldi, bolam derdiz. Men o'shanda bilardim meni sog'inganingizni, ko'rgingiz kelayotganini his qilardim. Lekin yosh bo'lganman. Bilmadim nega. Kelinlar har 2 haftada boradi ota-onasini ko'rgani degan gap men uchun qonun bo'lgan. Yosh bo'lganman. Nega so'ramaganman? Ota-onamni ko'rgim kelyapti. Borib kelsam maylimi deb. Nimadan qo'rqqanman, bilmayman. Qarang, qizingiz qanaqa ulg'aydi. Hozir hamma sharoitim bor. Sizni xursand qilishga, dunyo kezdirishga, umraga, hajlarga olib borishga imkoniyatim bor. Lekin siz yonimda yo'qsiz ada. Dadajon, duolarsiz qandoq qilay?